qilib duoga xayr qilib qo'ysak bo'ladi. Bir odam bo'lgan ekan shu yaqin o'tmishda. Haligi ko'chan tilida aytganda reshalla deydi. Birovlarni urib qarzini olib beradigan, birovlarni uyini tortib oladigan, birovlarni shu mashinasini olib qo'yadigan shunaqa odam bo'lgan ekan. Bir 60larga kirsa, qolganlar nasihat qilibdiki, "Ey, shu ishingni yig'ishtir. Yoshing bir joyga yetib, uyog'ing yaqin qoldi. Bolalaring katta bo'lib qoldi, yot bo'ladi. Namoz o'qi" debdi. Rosa ta'sirlanib ketdi-da, namoz o'qib boshladi. Uydan chiqmay bir oy namoz o'qidi. Namoz o'qish o'rgangandan keyin xotini, dadasi jamoatga ham qo'shiling, bir jumaga ham chiqing, savob ulug' bo'ladi desa. Xo'p, xotin deb jumaga chiqdi. Umrida birinchi marta jumada o'tirishi, hammadan erta ketdi endi. Birinchi qatorda o'tiribdi ekan, imom bu yoqda ma'ruza qilyapti. Imomni oldida shunday ixlos bilan o'tiribdi ekan. Birdan biri turibdi. Shunday qarasa, xat uzatyapti ekan. Bo'ladi, bizda haligi birinchi odam uzatib yuborish kerak, imom o'qib duo qiladi. Kimdir mushkuli bo'ladi, boshqa. Orqadan kelyapti endi. Shuni qarasa, xat bilmaydi uzatishdi. O'ziga deb o'ylabdi, bunday ochib o'qidi. Hazrat, akam bilan ancha yillardan beri uy talashib, hech murosa qila olmayapmiz. Shunga bir o'z yechim bersangiz, duo qilib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi dedi. Uka, men bu ishlarni yig'ishtirganman.